Eng arzonda sizlarga arzon narxda Gazelle avtomobilni ko'rsataman. Xo'p, 2013-yil ekan, koronalar taqib qo'yishgan mashina. 2013-yil holati yaxshi turgan tayyor mashina. Resorlarni ham ustid qilib 4 tonagacha ko'taradigan qilib qo'yishgan ekan. 5-6 yil oldin yasab qo'yishgan ekan. Ish yasalgan tayyorni olishgan ekan. 2013-yil mashina holati yaxshi, sotka injektor motorlarda bemalol preventiv tekshirib olishingiz mumkin ekan. Motorini bir 3-4 oy oldin qildirib qo'yishgan ekan. Rasxoti yo'q ekan. Xudo xolisa bittadani hadoyda ozgina nimadir rasxoti bor ekan. Adamlar aytdilar, rasxoti bor ozgina hadoyda nimadir qilish kerak, hali ko'rsatmadi deb aytdilar. Yo'g'ini bitta o'zingiz uchun preventiv tekshirib olishingiz mumkin. Yurib turgan tayyor 4 ta gaz balonlari bilan. Mashinaning holati yomon emas. Hamma narsalar qo'yib qo'yishgan. Ish qilib serozning katta xarajati yo'q ekan. Doполнительный radiatorlarigacha, ramalari hamma yog'i but-butun ekan. Bu Gazelle sizlarga eng arzon kanalimizda $8500 ga beramiz, urib qolinglar.